HRdagi xatoliklar ham sotuv bo'lmasligiga olib kelishi mumkin. Ya'ni sotuv eng birinchi qadam HRlikdan boshlanadi. Sababi agar HR korxonaga noto'g'ri xodim tanlab qo'ysa, ya'ni sotuv qilinishni muddati cho'zilib ketishi mumkin yoki mahsulotingiz noto'g'ri muloqot orqali mahsulotlarni mijozga yetkazib berilishi mumkin. Ya'ni bu degan bunaqasiga ham, unaqasiga ham sotuvingiz past bo'ladi. Shuning uchun HR xodimlarni korxonaga moslab tanlayotganda ularni stressga chidamliligini, ya'ni sotuv bo'yicha qobiliyati bormi, uni xarakteri qanaqa, qadriyati qanaqa, shu korxonaga moslashishga va shu korxonada sotuv qilib olib ketishiga ko'zi yetadimi? Bu narsalarni hammasini psixologik testlar bilan muloqot orqali tahlil qilib ajratish kerak. Qanchalar bu inson shu korxonada ishlashni xohlayotganligi va sotuv bo'yicha uni qobiliyati ozgina iqtidori bormi, uni ajratib tahlil qilib olishi kerak.